Qizlar, hozir men sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsataman. Qaranglar, menga shunaqa feromonli atirlardan yuborishdi. Rangi har xil, shunga qarab hidlari ham bir-biridan juda ham ajoyib. Hozir bitta obzor qilib ko'rsataman. Ketdik. Qaranglar. Rozvoy hidi, bu rozvoy hidi juda ham необычный hid. Bunda anor va gilosning hidi keladi. Fruktov va shunaqa mevalarni yoqtiruvchilar juda ham mos tushadi. Yana bitta shirin hidni yoqtiruvchi qizlarimiz uchun esa sariq rangini tavsiya qilaman. Unda mango, apelsin, sitruslar hidi keladi, lekin shiringina. Agar siz ham shirin bo'lmoqchi bo'lsangiz, eringiz qayta sevib qolmoqchi bo'lsa, albatta feromonli atir ishlatish kerak. Ketdik. Oq rangi juda ham nежный hidni yoqtiruvchi qizlarimiz uchun, ya'ni pudrный hid keladi. Juda ham mayin hid, unaqa baland emas. Вот, zeleный hidi esa fistashkali hid. Menga yoqdi. Eng yoqqani menga mana shu. Chunki необычный hidi umuman boshqacha. Fistashka, mevalar, sitruslar, hammasi aralashgan juda ham необычный hid. O'ylaymanki, bunaqa har kun har xil hidlarni ishlatish menimcha hamma qiz va ayollarimizga yoqadi. Birinchidan juda ham udobni flakonni sumkalarga olib yursalaringiz ham bo'ladi. Unaqa katta joyni egallamaydi. Shunaqa har kun har xil feromonli atir ishlatginglar kelsa, bemalol shu profilga yozinglar. Pastda отметка qilib qoldiraman. Assortiment juda ham katta. O'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni so'rab, bilib zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Qizlar, narxi ham juda ham yaxshi. Unaqa qimmat narx emas, lekin hidlari stoyki, shlefti uzun va mana shunaqa har xil hiddan olsalaringiz har kun har xil shiringina bo'lib berasizlar.